أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب الوصي يستقرض من مال اليتيم الوصي yetimning xavalish uchun topilangan kishi, topshirilgan kishi. O'z tavalligidagi qarayotgan yetimning mol-mulkidan qarz olsa bo'lamdi. أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له إن لي يتيما يعني من تربية من قرابة قمر يتم بلوى وله إبل أفأشرب من لبن إبله فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت تبغي ضالة إبله يتمنى تغسيج تكتباسا ونن تغسن izdirikini qildigan bo'lib qolsa va tahna jarbaha jarba degan ajrabninki muannasi ya'ni qo'tir kesilib qolgan teri kesilib qolgan tuglarni biz masalan qarimaydi sirg'a o'xshashanda dorilarda unda sukar davolaydigan bo'lib qolsa va talitu hawdaha suv chizgan ko'lchaklarning atrofini girvaklarini suvab yasab remont qildigan bo'lsa va tasqiha yawma birdiha sug'urdigan kunda uni sug'urdigan bo'lsang bir degan suv ichish uchun suv bo'yga berishni har kuni yoki har hafta manchi kunda suv ichadigan kunlarda suv bo'yga olib sug'urdigan bo'lsang fashrab g'ayra mudirrin binasalin uning bo'taloqlarga ziyon yetkazmaydigan shaklda muvofiq ichgan wala nahikin fi halabin sig'ishdimi beklam kadin chiqarayotmagan holda hech nimani qo'ymay hammani sig'itib uni juluqini chiqarayotsang bo'lmaydi demoqchi. قال محمد رحمه الله وبلغنا أن عمر بن الخطاب ذكر والي اليتيم فقال yetimning xabarini ilayotgan shu kishi haqida shuni tilg'ab turib shunda dedi inistag'na ista'affa bu o'zi boyolab qolsa ehtiyoj bo'lmagan taqdirda o'zini pok tutadi dedi va in iftaqara akala bil ma'rufi qardan agar namara to'lab qolsa qarz olib turib haydab tursa keyincha topgan chog'da qarzni qaytardi. وبلغنا عن سعيد بن جبير أنه فسر هذه الآية ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال قرضا يعني فليأكل بالمعروف degan mushu iborani qarz olib turib keyin qaytardiganga ison deb tafsir qilgan. قال محمد رحمه الله أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن صلة ابن الزفرة أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له إنه أوصي إلي يتيم ما بريتم بلا تبشرده فقال لا تشترين من ماله شيئا ونن مال ملكي برناس تتومغن يعني إذا وشم برناس تتومغن ولا تستقرض من ماله شيئا ونن مال ملكيدن زورل بومغن أهوالدا قازب تمغن البته زورل بومغن أهوالدا بالمعروف قرض أسبولدو دخل قال محمد رحمه الله والاستعفاف عندنا عن ماله أفضل يعني عند زورل بوغان أهوالدا قاز أبترشتمو ساقلانغان yaxshi. Abdullah ibn Mas'udning so'zidan qaz asan bo'lmaydi deganda majbur chiqadigan bo'lg'achqa qaz ammaslik yaxshi. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله باب النفخ في الشراب صوغة المسلق أخبرنا أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت مع مروان بن الحكم فدخل أبو سعيد الخدري على مروان فقال له مروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب سوء قال اشملك وسا شرب وسون مثلا اشملك بولاش تنتسقلغن أنغمه قال نعم فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد bir tiniqni ichsam uni qonmayman cho'qim yana davomlashtirib ichishim lozim oraliqda suvga tinib silishim kerak bo'lib qoldi deganda qala fa abinal qadaha an fika thumma tanaffas unda bo'lsa sen oraliqda tinib ya'ni ichmoqchi bo'lsang tinadigan chog'da shu qochini ya istikanni piyolni og'zingdan nariroq tutib turib uniki tinib undan keyin ichgan qala fa inni ara al qadata fihi
Hani ba'zida men axlat javobini chiqarganligini ko'raman. Qada degan axlat. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه قال أحرقها ondan keyin bu axlat binosini ko'rgandan keyin shu axlat barini da azroq to'kilib axlat tushirayotgandan keyin og'ini ichgan demoqchi. O'xshash. Chunki bu tinish va pulashda birinchidan hadisga tushundaymiz. Ikkinchidan mikroblanish ahvoli ham hozirgi zamonda tadqiqotida ahvol bor. Shu odam o'zi ichgan taqdirdami o'zining nafas yo'lidagi mikrob bu suvga tushib, suv orqali qo'saqqa kirib ketsa, qo'saqda beoromchilik paydo qiladi. Balki nafas yo'li tug'an chaqda ma'lum darajada avarchilik paydo qilsa, mikrob ichiga kirsa, taxmin avarchilik. Yoki u odam ichgandan keyin shuni boshqa bir saqadam ichishi mumkin, anda mikrobni chiqarib qo'yadi. Ba'zi rajul yanzuru ila awratir rajul. Her kişinin avratiga qarash masalasi. أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر يقول بينما أنا أغتسل ويتيم كان في حجر أبي. Dadam qarawatqan bir yetim bilan bir o'rinda yalang'och juyinayotgan chig'imizda yasubbu ahaduna ala sahibihi id tala alayna amirun. Yani atam Amir derhal kelib qoldi. Ve nahnu kadalik. Biz shunda yalang'och holatda juyinayotdik. Faqala yanzuru ahadukum ila awrati ba'd. Birine öğütte qarab yurganimda vallahi inni kuntu la ahsabukum khayran minna. Alloh bilan qasamki, men sizlarni bizdan yaxshiroq deb o'ylaydim. Biz jahiliyatning ta'siriga uchragan, jahiliyatda yashab qo'ygan, keyinchalik islomiyat bizni adablagan bo'lsa-mu, jahiliyatning ancha-muncha ta'siri bordi. Lekin sizlar islomiyat tug'ilgan, jahiliyatning ta'siriga uchragan yangi avlod sizlar. Qultu degani o'z ko'nglimda unda dedim. Dadamning izosini eshitgandan keyin o'z ko'nglimda unda dedim. Qavmun wulidu fil islam. İslamiyatda tug'ilgan yangi bir avlod. Lam yuladu fi shay'in min al-jahiliyat. Jahiliyatdan hech qanday ta'sirga uchramay, o'sha yangi din bilan tarbiyalangan. Vallohi inni la azunnukumul xalqa. Haqiqatan men sizlarni, ya'ni bizdek yangi avlodni men yaxshi atalarning nachar avlodi deb o'ylayman. Aslida bular atalardimi taxmin yaxshi bo'lishi talab qilingan. Aksi bo'lgandan keyin nachar avlod deb qarayman demoqchi. Xalaf degan yaxshi avlod. Xalf bo'lsa, sakin o'qilsa nachar avlod. Fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat. Qala Muhammad rahimahullah la yanbaghi lir-rajuli an yanzura ila awrati akhihi al-muslim. Avrat akhiyin muslim bo'lamdi, kafirning avrati bo'lamdi, qarasa bo'lmaydi. Yani muslim degan o'shada ittifoqiy kelgan so'z. Musulmonlar orasida deyotgan gap bo'lishi. İlla min daruratin li mudawatin aw nahwaha. Zurriyat bunun sirtida. Xo'sh. Ayet vallahi inni la'annakum qasdiyna Amir da'vatı adam Ash o'g'li Abdullah da'vat etdi. Qalbun nachar bo'lgan sizlarni Yo'q, ayada shu qultu degandan keyin davomlashib keldi emasmi? Shu o'g'li o'zining demaklik ikkinchi avlodga xitob qilyapti. Sizlar nachar avlodgansizlar, ya'ni biz demakchi. Muslim qaybiga o'xshash, ayolning mushtaqqa o'xshashmi? O'xshash. Ya'ni kafir ayollarning avratiga ayollar qarasa bo'lmaydi. Yuzini chiqarganlar ayollarga nisbatan avrati bor. Ixtiyorda bo'lgan. Ya'ni deydigan. Shu ya'ni ayollarga nisbatan avrat bo'lgandan keyin o'sha qarasa bo'lmaydi. Lekin bilaklari, anda boshlari qarasa bo'ldi. Degan o'shada qarasa bo'lmaydigan avratga musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin qarasa bo'lmaydi. Bab ma yukrahu min musafahatin nisa. Ayollardan qo'l ilishib kurashishninki harom bo'lganligi. Akhbarana Muhammad ibn Munkadir an Umaymata bint Rufayqata annaha qalat ataytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nisbatin nubay'uhu faqulna ya Rasulullah. Bu ayollarning bay'ati deb to'nilgan bay'atun nisa. Umayma bint Rufayqa Hazrat Xadijaning hamshirasi Umayma jiyan oldu. Ya Rasulullah. Ayollar shunda dedi. Ya Resulallah, nubayi'uka ala alla nushrika billahi shay'a wa la nasriqa wa la nazniya wa la naqtula awladana wa la na'tiya bi buhtanin naftariyahu bayna aydina wa arjulina. Bayna aydina wa arjulina degan o'sha biz o'zimizdan chiqarib demoqchi. Men zatina degan ma'noda.
وَلَا نَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ itaat qildigan ishlarda sen osiylik qilmaslikqa. Qalat faqala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fi mastata'tunna va ataqtunna. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minlarga o'zdirdimmi chari bo'lg'achqa, mehribon bo'lg'achqa, keyincha mush qaydni qo'shib qo'ymasak, gunohkor bo'lib qolmasin deb mush qaydni qetib qo'ygan. Yani taqtimni yetsa, kuchingni yetisha deb cheklab qo'ydi. Bo'lmasa ba'zi ishlarni qilmay qolgan taqdirda gunohkor bo'lib qoldi. قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. Mush Rasulullohning mush qo'shib qo'ygan qaytiga asosan Rasululloh bizga o'zimizdanmi ko'proq ko'yindikan dedi. Halumma nubayyi'ka ya Rasululloh. Kasla Rasululloh biz sizga bay'at qildilar. Qala inni la usafihun nisa. Men ayollar bilan qo'l ilishib kurashmayman. Innama qawli li mi'atin imra'atin ka qawli li imra'atin wahida. 100 ayolga qilgan bir og'iz so'zim bir ayol qilgandeklam hammaga hisob qiladi kuchga bay'at vujudga chiqishda o'xshashsam shu og'zim bilan qilgan so'z hisob qo'l ilishib kurashmasam bo'ldi. Av misla qawli li imra'atin wahida. Ravi yerda shakllanib qolgan ikki iboraning qarshi, lekin ikki ibora bir mazmunda. Babu fadail ashabin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining fazilatlari. Buni namunalardan bu kitobda أما بيان قلاشتاس أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم özünün okdinini Hazret Sa'dga yepirib irmi fadaka abi va ummi degan. Yani ata anam sana fida bo'lsin deb ata onasini tang tilga ilib fida qilgan demakchi. Shundaqla Hazret Zubayrga mo shunda jamlab bergan. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال ابن عمر رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا bir qo'shin avatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi shu vafot bo'lgan kesilida bir qo'shin tayyorlab, ularga Usama ibn Zayd radhiyallohu anhuni qo'mondan qilib tayinladi. Fata'annas fi imratihi. Shundan kishilar uning emirligida, qo'mondanligida sal ta'nigapni qilish qildi. U emirlikka yaramaydi. O tuvan kishitdi deb tuvan ko'rib ya qaramaydi yoki eshik chiqdi deyishgan. Faqama Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqala in tat'anu fi imratihi faqad kuntum tat'anuna fi imrati abihi min qabl. Sizlar buningga ta'nigap qilganingiz bilan burun modisdan haqida ta'nigap qilishqandinglar. Va aymulloh Allah bilan qasamki in kana la khaliqan lil imra. Dadisi qo'mondonlikqa layoqti bor salayeti bor kishiydi. Ve in kana lamin ahabbin nasi alay. Haqiqatan ma en sevimli kişilerdendi. Ve inna hada bu oğlumu lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu. Zeyd'in kin qasa ma en sevimli Zeyd ulab ketganlik. Zeyd'in kin ma en sevimli kişilerden. Şu Hazreti Usama ibn Zeyd'ni el-hibbu ibn el-hibb deb isbatlaydi. Rasulullah'ın en sevimli kişilerden bo'lgan Zeyd'ning o'g'li en sevimli zat Usama'dır. Zeyd ibn Haritha. Zeyd ibn Harisa'nın oğlu mu Usama? Lakin bu Usama ibn Zeyd ata-ana ikkilaylarning fazilatini ko'rsatdi. Yuqorqi hadismi Sa'd ibn Abi Waqqasning fazilatini ko'rsatdi. Hazreti Sa'd avval man rama fi sabilillah. Zaman Mekke vadisinde namaz okuduğun çağda müşrikler var kalan çağda birinci kıtım Allah'a okutkan zattı. Akhbara Malikun an Ebn Nadri Mevla Umar ibn Abdullah ibn Ma'mar an Ubaydin yani ibn Hunaynin Ubayd ibn Hunayn ken. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء. Allah bir bandine dünyanın zıvı-zünnetleri ve dünya nazı nimetleri bilen ve beynema indehu özün huzurdaki mertebe ve nazı nimetler oturda ihtiyarlık bergen. Fahtaral abdu ma indehu. Sonra bu bende Allah'ın huzurdaki kattı mertebeni ve nazı nimetini a'la bilip şunu tanlagan degantidir. Febeke Ebu Bekir'in radıyallahu anhu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin iş izleri, sırları, içki işleri hakkında Hazreti Ebu Bekir şu sahabeler arasında en bilimli gitti. En yaxşı düşündüğün, en yaxşı bildiğin etti. Ve kâle fedeynâke bi âbâina ve ummihatina. Biz özlerge ata-analarımızı fida kılmaz dedi.
Qala fa'ajibna lahu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dedi, biz sonra buningda hayron qoldik. فقال الناس صحاب الماء انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر عبد خير الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم bir bandaning gapini qilsa, bu bovoy qo'pab ota-onalarimiz sizlarga fido bo'lsin dedi. Nima munosabati bilan? Bu gap faqat munosib kelmi deymiz. Fakana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huval mukhayyaru. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ixtiyorlik berilgan banda o'zi ekan. Biz tushunmayotganmiz. Abu Bakr tushunib ekan. Allah Taala şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ne şunda sıfatlagan bu açığa Resulullah'ı özüne şunda sıfatlagan. Subhanallazi esra bi abdihi nazzalal furqana ala abdihi diyen bu açığa Resulullah'ı abd en yaxşı sıfatlagan. Ve kan Abu Bakr radıyallahu anhu a'lamana bihi. Resulullah'ın işki dünyası işlerini en yaxşı bildiğin kişi Abu Bakır'dı. Faqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne emennen nasi aleyye fi suhbeti ve mali Abu Bakr. Bana yaxşılık en cık yetken, eğer yaxşılık kıldım da diyarıdığın kişi Abu Bakır dedi. Bana hemravlaşa ettim bolsun, pulmanını aymaslıkça ettim bolsun. Bu nima ibaret? Abu Bakır'a teselli verişte ibaret. Abu Bakr Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp kaldıklarımız da konularım bulma. Anlık Resulullah teselli veriyordu. Ve tezlerini izah kılıyordu. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ. Ya ki uhuvvetul İslami. Navada, ben o dost tutmayman. Dost tuttuğum bulap bağırsam, elbette Abu Bakr'ı tutkan bulattım. Lakin dost tutuş yok. Peygamberlerim de dost tutmayla. Walakin uhuvvetul İslami. Lekin musulmondachilik jihatdan qarindosh. Bu qarindoshlik bizga yetarlik. La yubqayanna fil masjidi khawqatun illa khawqatu Abi Bakr. Masjidga chiqadigan eg'izlarning, kichik ishiklarning hammasi taqilib ketsin, faqatlam Abu Bakrdan qoldirilsin. Buni shu Abu Bakrdan qoldirilsin degandim-mi ba'zi ulamolar Hazrat Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin xalifa bo'lganligiga ishorat. Chunki xalifa degan musulmonlarga qo'mondonlik qilishda masjid buning idorasi bo'lg'achqa, markazi bo'lg'achqa, davomli masjidga chiqib nutq so'zlab qilishga ehtiyoji bor degachga bu ishni qo'shib qo'ygan deganlar bo'ladi. أخبرنا مالك أخبرنا شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال يا رسول الله لقد خشيت أن يكون قد هلكت. قال بما؟ قال نهانا الله أن نحمد بما لم نفعل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. degan tariqli munofiqlarning sifatini bayon qilgan oyat bo'lganki Alloh taolo bizning o'zimiz qilmagan ish bilan maqtanishni yaxshi ko'rishimizni to'sgan. Va namrun uhibbul hamda. Men boshqalarni maqtasigan deb yoqtiradigan kishi. Bu Sabit ibn Shammas Xatibul Ansar deb nomlangan natiq zotdir. Lekin har qatim xutba so'zlagan chog'da kishilar ajab so'z deb bir yoqtirsa deydigan bir nima bor. Shu munofiqning sifatiga tushib qolamdi deb men insirib qoldim. ونهانا عن الخيلاء إن الله لا يحب كل مختال فخور دب ولا تسعر خدك للناس دب أن تكبر لك وشون صدقتم تسقن. وأنا امرؤ أحب الجمال من güzellikni, chiroylik kiyinish va boshqasida yasinishni yaxshi ko'rgan odam. Mushu takabburlik doirasiga kirib qolamdiki deb ansirayapman. Va nahana an narfa aswatana ala sawtik yoki fawqa sawtik desam bo'ldi. Biz sizninkidan ovozimizni yuqori ko'tarish cheklangan. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy va la tajharu lahu bil qawl. Shundan şu sorunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ovozini yuqori ko'tarilib ketib qolsa bo'lmaydi. Va ana rajulun jahira sawt. Men so'rinlardan nutq so'zlaydigan ham ovozim yuqori bir odam. Shundan sizlar past ovoz gap qilib, men yuqori ovozda nutq so'zlayman deb qolsam, menda ansirab qolaman. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya Sabit, ey Sabit, bu bir tasallim. Ham Sabitninki bir fazlini izhor qilishda iborat. Ama tarda an ta'isha hamidan. Dunyoda sen boshqalar maqtagan holda yashab o'tib ketishga, av tuqtala shahidan yoki dunyoda shahid o'ltirilib va tadkhulul janna, jannatga kirishni yoqtirmamsan, rozi bo'lmamsan. Ya'ni sen dunyodami boshqalarni maqtaydi, shahid o'ltirilsa va jannatga kirsa demak. Amaliyotda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishorat bo'yicha
Bu Yaman gazetida şahit qilingan. Babu sifatin Nabiy sallallohu alayhi vasallam. أخبرنا مالك أخبرنا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن رسول الله بكلام درازمسته إجزمسته بائن ديجان باك كوزغوندا چلق تلام ترلغان alayda إجزمسته demek. ولا بالقصير فكنك ما مسته وليس بالأبيض الأمهق أمهق ديجان أبق أقشمق وما بكلام دا أق أمسته وليس بالآدمي قرم تلمامسته قروايمامسته قرم تلمامسته وليس بالجعد القطط جعد ديجان بدر köpedek ve Afrikalıkның çeşidekni جعد deymiz Mısırlıkның kide القطط digen egri bugre unda egri bugre büdür çeşemesdi demekçi. Böyle bir sıbtı tüp tuzmamesdi çeçe bak büdürmemesdi tüp tuzmamesdi hukuma Uygurluğun kidek azra mesela Xitay'dan çeçe tüp tuzma Mısırlıkның Afrikalıkның ke köpedek unda emas şu Türklerning kidek o'ttirdi. Ba'athallohu ala ra'si 40 sana. Allah Taala uni 40 yoshga kirgan chaqda payg'ambar qilib avatgan. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Makkada 10 yil turgan. 10 yilmi 13 yilmi? 13 yil degan qarash shu kuchliq. 10 yil degan qarash balki vahiy kelibki araliqda bir to'xtab qolgan. Fatratul vahiy deymiz. Futurul vahiy. Qanchalik mushkulda? Vahiy qilmoqda bo'lgan bo'ytonlar 3 yil bo'lishi mumkin. Ma'lum bir muddat to'xtagan. To'xtagandan keyin shu 3 yilni chiqarayotgan taqdirda yenidan kagil turgan vaqtni hisoblasa balki 10 yil chiqishi mumkin. Yoki endi bu ulamolar 10 yil deb qaraganlar mubah. Sahabe ikramlar. Ve bil Medineti 10 sinin bil ittifaq. Madinada 10 yil turgan. Ve tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana. 60 yaşında vefat taptıgan. 60 yaşında 63 yaşında mı desek en meşhuri 63 yaş. İbn Abbas ve Ayşe radıyallahu anh'ın 60 yaş gen müşkaraşma var. Ve leyse fi ra'si ve lihiyatihi 20 şa'ratan beyda. Saç sakallarda 20 yetmekte ak saç sakal. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yürüyüştürüşü, sözüge yetkizgen din ahkamları, bütün içki işleri ve şu sıfatlarını hemmine Müslümanlar da yazıp rivayet kılıp kaldılar. Onun için hatta saç sakaldaki akçaşının sanımı aslında sanıgan. Bunlar sanıganlar 18 talıkta vefat bozuluştan ilgeriki saç sakaldaki ak saç 18 talıkta diyorlar var. باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحب من ذلك. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrisini ziyaret kılış mustahab bulduğallığı. Akhbarana Malikun akhbarana Abdullah ibn Dinar enne ibn Umar radıyallahu anhuma kana idha arada safaran aw qadima min safarin jaa qabran nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fasalla alayhi ve da'a thumma insarafa. Qala Muhammedun hakeza yenbaghi an yef'alahu idha qadima al-Madina. Madina'ga borgan chaqda bunda qilish lazım. Resulullah'a salam berip durus salam yo'llash lazım. Ya'ti qabran nabiy sallallohu alayhi vasallam. Mana Hazreti Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu hazreti Suudi Arabistanning salafilik davası qilganlar. Hazreti Abdullah ibn Umar ham işte bizim ulgimiz deydigan illa mush kelgan chaqda ya deb bular Ibn Taymiyaninki shaz bütün islom ummati raddiyat berib o'tgan ashqarishiga tayin oldi. Yani sen Resulullah'ın ziyaret kılış için geldin desen, ya ki ziyaret kıysan, bunda bulmaydı. Fakat sen Ravduğa ziyaret kılgan bulursun, şu katadan da Resulullah kılış kılganlıktın, sana bir koysan buldu, deyip çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, men zarani vecibet lehu şefaati diyen. İbn-i Huzeyme Hasan der zikr var hadis. Bundan iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kavresini ziyaret kılış, bu meşru' mustahab, evzel emellerinin bir kısmı. Bazıda vacip mi qaragan? Mustahab diyen vacip ma'nisida deb sal chınqib qaragan bor. Bab fadl al-haya. Akhbarana Malikun akhbarana Ibn Shihab an Ali ibn Husayn yarfa'uhu. Bu mursal. İla Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bu qirqadisdan chizbag'u. Şu tutchon alayha madarul islam degan hadislardan birisi o deyman. قال محمد هكذا ينبغي للمرء المسلم أن يكون تاركا لما لا يعني. Özgün münasebesiz işine. Elbette Müslümanlığı münasebetlik. Müslümanlar cemaatiga ko'ngil bo'lish yuzasidan ko'ngil bo'lmaydigan shu bo'lsa, u man lam yahtam bi amri muslim falaysa minhum. Müslümanlar qilyotidi, Müslümanlar manda kunga qilyotidi, bir madmunda bo'layotidi deb ko'ngil bo'lish
Bu bir gap. Bu her bir musulmonninki musulmonlarchilik taqozosi. Lekin anda shaxsiy ishlarda bunun ishlarini ko'chilab, bunun ishlarini bu mundami deb aqlim borlab yurib, gapini tanishib yurish, yoki gapiga aralashib, faqat baka. Ana baka qizirishib qilib, qapilishib, nurg'un avvalchilik mushundan kelib chiqadi. أخبرنا سلمة بن صفوان الزرقي عن زيد بن طلحة الركاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا her bir dinninki bir alayda o'ziga xos bo'lgan bir axloqi bo'ladi. Va inna xuluqal islamil haya islomning alayda ko'z ko'rangan va belgisi bo'lgan axloq hayodir. Ya'ni bu dinning tabiati va axloqining uli hayodan iborat. أخبرنا مالك أخبرنا مخبر عن سالم بن عبد الله مخبر مش هذا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه هنا حياء تصمغان عند قوي فإن الحياء من الإيمان شو كحياء إيمان دور Şimdi dünyada bazı bir işlerden ziyan tartışmamız mümkün. Ayağı kılıp tartıncalık ise ticarette ziyan tartışmamız mümkün. Başka şekilde cık menfaatli olduğunu kesmiş mümkün. Şu bu aksi sen bununla tartıncalık yüzünü tazı kılan kılsan kaşanlık olmasan bu dünyada yaşa olunmaydı da bundan nasihat kılarken iken bunu tosma. Vahya imanın cümlesinden bir hadiste el-imanu bid'un ve sittûne şu'be vel-hayâ'u şu'betun minel-imani. Bâbu hakkı zevci alel-mer'e. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني بشير بن يسار أن حسين بن محصن أخبره أن عمة له أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها زعمت أنه قال لها زعمت كان غير من دا ددي رسول الله من سوغان أذات زوج أنت إيرانزبامو قالت نعم فزعمت أنه قال لها وأما من أيتشا رسول الله أنغا من دا تبكي كيف أنت له siz uni razı qilishda, xizmatini qilishda, izzetini qilishda siz qandaroq o'rinda turasiz, munosabatingiz qandaroq? Qalat ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Kuchim yetmagan narsa bo'lsa, uning chari yo'q. Lekin kuchim yetadigan ish bo'lsa, kuchimni aymayman. La alu degan aymayman, saqlab qolmayman. Qala fanzuri ayna anti minhu. Unda ekan siz hozir qanday mavqeda turyapsiz? Sizdan rozimi emas? Rozi emasmi? Ya açık kelib qolgan vaqtim o'shadan diqqat qiling. Fa innahu jannatuki va naruki. Jannatuki va naruki. Chunki u sizning jannatingiz. Ya'ni sizdan rozi bo'lsa, siz uni açık keltirsangiz, yaxshi xizmatini qilsangiz, u sizning jannatga kirishga sabab bo'ladigan kishi. yoki norozi qilsangiz do'zaxga kirishingizga sabab bo'lgan kishi. باب حق الضيافة. أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Yani bir iman kamil bo'lsa, iman kamil bo'lishning taqozosi bo'yicha mehmonning izzetini qilsin. Jaizatahu yawmun va layla. Uning mukofoti izzati bir kecha kunduz izzetini qilish. Od-diyafatu thalathata ayyam. Mehmon qilish mehmon sifatida kutilish 3 kun. Yani mehmon qilay deb qarz, lekin darhol bir kutilib qo'ndirishi o zarur bir ehtiyoj sifatida bir sotka. Deganda mehmon qilib qo'yay, bir 3 kun tug'izay deb qarsa 3 kun tug'san bo'ldi. Fama kana ba'da dalika fa huwa sadaqa. Unda ortiq qilib qolsa, u ortiqcha bir sadaqa ihson bo'ladi. Unda qilmasang hech gap yo'q. Va la yahillahu an yathwa 'indahu hatta yuhrijahu. Hatta yuhrijahu desak, uni arazni qo'yib yetvasi bo'lmaydi, turvasi bo'lmaydi. Yathwa ya'ni yuqim degan ma'no. Faman kunta thawiyan, şu ajamnomi mehmon degan multa sohibil manzil. Va arablar biz bunda mehmon do'st, bunda deb tasvirlangan ekan. Ajamning shoirmi va sammatul ajamul mehmana mehmana illa li amrin kana ma kana. Salmanu manziluhum wal mahu sayyiduhum. Lakin nima bo'ldi? Mehmon deganning ma'nosi ajamnomizda o'sha uyning xo'jayini degan bo'ldi. Ajamlimi mehmon do'stligidan mehmonni uyning xo'jayini deb atagan. Bizmi mehmon do'stlikni sizdan qilishmaymiz deb endi she'r yozgan. Yo'q, buni jumhur ulamolar istihbob qilgan.
Ba'zida vacib qilgan, ko'pchilik mustahab deb qaragan. Ya'ni yukrim dayfahu istihbaban. Chunki bu fadoil va adab doirasida ko'pincha mustahabga boradi, vojibga bormaydi. Ya shunda bo'lsa, bu bir xil adab va fadoil doirasiga bo'lsa, jumhur ulamoning mushunda ishlarni tutib kelgan nimasi istihbab. Gerçi endi vojib deyishga munosib kasimi, lekin jumhur ulamolar mustahab deb tushungan. Va bu tashmitul atis, ya'ni biraydan tushkurib alhamdulillah desa, no javoban yarhamukalloh deyish. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس عطسان سينذا فشمته ثم إن عطس فقل له إنك مضنوك يعني مزكوم جماعة شكتم قدر شكرك الحمد لله دب قاسا يرحمك الله ديجان شوتنجي قتم بشني قتم دب قاسا جكم دب قبلا قال عبد الله بن أبي بكر لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة رسول الله شنجي أتوجني قتم دون قال لك هذا اسم دياته دون كم شو شكركن كشيء biz elhamdülillah degan taqdirda yarhamukalloh deyishimiz vojib. Elhamdülillah demasa, yarhamukalloh demasak nima bo'ldi? İmam Muhammed hamda إذا عطس فشمته ثم إن عطس فشمته birinchi ishga qilgandan qil fa in lam tushammitu birinchi qatimda tashmit qilmay hatta ya'tisa marratayn aw thalatha azzakan tushammitahu marratan wahida birinchi qatimda qilmay kuchni tushkurib bo'lgandan keyin alhamdulillah bir aqlam bir qatim tashmit qilasan bo'ldi. Babul firar min at-ta'un. Ta'un degan bir xil yuqumliq vabo. Ma'lum bir shu chaqdagi bir kasalning ismi bo'lishi mumkin. Lekin umumiylik yuqumliq vabo kasal bo'lishi mumkin. أخبرنا محمد بن المنكدر أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون رجز. Bu yuqumliq ta'un vabo degan bir azobdir deydi. Ursila ala man qablakum sizlardan ilgarilarga avatilgan bir azob. Aw ursila ala bani Isroil ravi shaklini qilgan bo'lsin. Ibn Munkadir shaklini qildi. Shak ibn Munkadir fi rivoyatihima ya'ni shu ikki so'zning qaysini deganligida shaklini qildi. Qala fa idza sami'tum bihi bi ardan sizlar bir joyda bo'lib boshqa bir joyda vabo tushganligini anglsanglar fala tadkhulu alayhi u joyga kirmanglar, bormanglar. Va idza waqa'a fi ardin fala takhruju firaran minhu. Bir joyda bo'lib qolsanglar, shu sil turayotgan joyda vabo tarqalgan bo'lsa, u yerdan qochib chiqatmanglar. Hazrat Umar sahobalar shunda e'tiroz bildirgan chog'da Shamda ta'un vabosi yuz bergan chog'da u yerga bormagan. Davom sahabadan birisi e'tiroz bildirib, "Afiraran min qadarillah" deganda "Nafiru min qadarillah ila qadarillah" degan va mushu sahabadan birisi "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bunda deganligini anglagan" deganligi Hazrat Umar bunda qo'shilib ketgan. Yani qilgan ishimiz, qarayimiz bizning Rasulullohning kirsanimiz o'tib ketdi. Babul g'ibati val buhtan. أخبرنا الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمعه. إذا الله سبحانه وتعالى يختم يدغم بالناس دسان يقير ده وغيبة الله. قال يا رسول الله وإن كان حقا أجر رأس أشهد ابن أشهد أي بوسو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك البهتان. أشهد أزد بوسا أشهد دسان غيبة الله. أجر يقناس دقاسان وشغدا وبهتان بلتان. قال محمد وبهذا ناخذ لا ينبغي أن تذكر من أخيك المسلم. إذا أخيك المسلم ينجد ما المسلم مش قيد اتفاقي. Müslüman qarindishini debna og'zi ko'ngan tariqada musulmonlar jamiyatida yashab qolmoqdan degan gap bo'lmasa kofirning zimmiy kofirning g'ayratini qilish shaklanadi. Chunki hadisda an tadkura minal mar'i dedi. Minal muslim dedi. Min akhikal muslim az-zalla. Zalla degan bir haqiqatan shunda qilgan gunohlari qilmishlari. Takunu minhu mimma yakrah. Bu o'zi anglashishni yoqtirmaydi buni. Lekin bir qadam qilib qolgan. Bunda ishni o'ylab qolsa, shunda ayblarni desam bo'lmaydi. Fa amma sahibul hawa al-muta'alinu bi hawahu al-mu'tarif bi. O'zi gunoh qilganligini, gunoh qildim deb uni
jarastonda so'zlab tashviq qilib yuradigan, manda gunoh qildim, manda zina qildim deb so'zlab yuradigan, manda haroq ichdik, manda qilmaydik deb so'zlab turadigan, o'zining tunilishini yaxshi ko'radigan va havoyasga ergashgan bunda fasiqlar bo'lib qolsa, val fasqul muta'allim bi fisqihi fala ba'sa. Uning yomon gapini qilsang bo'ladi. Bi an tadkura hadayni bi fi'lima. Ashularning qilgan ishini tilg'ab turib, ularning yomon gapini shu qilmish bilan birga so'zsang. Lekin ular qilmagan ishni ularcha qilsang, yana bo'hton bo'ldi. Lekin qilgan ishlar bo'lsa, o'zlarida so'zlab al-mujahir bi ma'siyatillah bo'lgan taqdirda mayli. فإن ذكرت من المسلم ما ليس فيه فهذا البهتان. كافر دمه يوقشنا نقصان بهتان بلدان وهو الكذب. باب النوادر كم أشرايدغان وقالك له أخبرنا أبو زبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا الأبواب. إشكالنا تقن الله يعني يتدغن شغدا وزانا وبلشاقلرنا mülkünlerini qodaş üçün işini taqab yetanlar. Oğrıdan ve şeytandan saqlanish üçün. Ve evkus siqa tulumның ağzını çigib qoyanlar. Ve akfiul ina qaçılarını dümküm turanlar. Ev xammirul ina yaki üstüne yögep qoyanlar. Ve atfiul misbah cin çırağını üsürep qoyanlar. Elbette cin çırağı olmasın hazırlıkta topluluk çırağını mı üsürep qoyuş lazım. Çünkü topluluk çırağı buludu. Yaki uyku cahili bulmaya kaladı. فإن الشيطان لا يفتح غلقا. Çünkü şeytan takılgan bir ışıkını açamaydı. Yani mesela şu uyga şeytan bir kirer, berem kılaydıysa ışık takılgan boz kiremeydi. ولا يحل وكاء. Çigilgen bir şoyuna ağamçılığına yişenmeydi. ولا يكشف إناء. Ağzı yögeglik kaçını ağzını açamaydı. Çünkü ağzı uçkulap kalp şeytan çepilip yer bulgap koyuşu mümkün. وإن الفويسقة tadrumu alan nas beytahum. Çaşkan kişilerin uyga o'tqu yutqazlan buldu. Çünkü cinçirağını yapıp kıldı. Ondan bu ya mayını yigil geldi ya bir işini girip onu pilikne işlep bir tatqınca mansa bu pilik ötkenler bu orayı binasiga o'tqa yapırdıqaşlar. Bu uxlaqtıdı. Nima uchun foysaqa degan desam bu ziyandaş haşerat o'g'achqa foysaqa. أخبرنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. Müslüman bir şeyge, kafir 7 şeyge yeydi. Bunu ulamadan da şunu işte arxil qarashib bo'lgan. Ba'zilar bu ma'lum bir shaxs haqida aytilgan xas demak. Birisilar musulmon bo'lishdan ilgari jiqaydi ekan, musulmon bo'lgandan keyin undan kim g'iza unda bo'lib qolgan ekan. Şunda degan şu adamın xastı. Bazılar bu umuman desek aşında yani Müslümanlar adette tamakna kafirlik o derecede imeydi. O mesela bunda qarasak kafirning ichida bu kim g'izasi var, Müslümanlar ichida ishtaylik bor. Nima ki Müslümanlar shunda tushungan. Bu bir ko'rsatma. Mesela 3'ten 1'ini qildi, 3'ten 1'ini deganda bu bir ko'rsatma. Lekin umuman aslında 3'ten 1'dan aşırı o'tishda musulmonlar hammasi aşmaydigan, kafirlar aşırdiganmi? أخبرنا صفوان بن سليم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الأرملة والمسكين. Ermeniler yani tul hotun. Hakikaten tul hotun sözden iştiqlanmaydigan yoki namrat. Köpünçe ahvalda namrat buldu o. Namrat tul hotun ve miskinge qaravatgan, xizmetini qilib qo'ydigan, xabar oldiganlar kelladi yujahidu fi sabilillah azza ve jalla. Allah yo'lida jihad qilgan kishiga o'xshash, ya'ni savobda shunga o'xshash. Ev kelladi yasumun nahara ve yaqumul layl. Yoki kunduzi ro'za tutib, kechigacha tahajjud o'qib chiqadigan kishining savobiga o'xshash. Bu ev niyada shak emas, raviy shak qilganmiz. Lit tanwi' ma'noga yoki ma'noga taniq. Chunki ashri zilhajjaning o'zida sen kechigacha namoz o'qib chiqolmasa, bunda bo'lsa aning nimasiga tankirdi to'g'ri. Ammo shunda bo'lgan ahvolda jihatning o'zi tankirishi mumkin. Amaliyotda unda qilinmaydi haq. أخبرنا ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى أبي مطيع
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن عبد الله بن صعصع أنه سمع سعيد بن يسار أبا الحباب سعيد بن كنيته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. Kim Allah Teala'ga yaxshilikni irada qilsa, uni turli musibatlar va kasalliklar bilan sinaydi, shunga mubtala qiladi demoqchi. Chunki hadisda ashaddun nas ibtila'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal degan. أخبرنا ابن شهاب عن سالم وحمزة ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشؤم في المرأة والدار والفرس. شملق خطن كشدا ويدا وأطا. قال محمد إنما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. Eğer şumluq bir narsa bo'lib qolgan bo'lsa, şumluq yo'q, lekin şumluq bor deyilgan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa, uy, xotin va otda bo'ladi. Albatta yo'q demoqchi. Lekin bu hadis shayxlar rivoyat qilgan. İmam Muhammad Ishkili rivoyatini akeldi. Akilib keyingi rivoyatni tarjih qildi. Ya'ni u uch narsadan şumluq bo'lmaydi. Ulamolardan ba'zilar bu şumluq boshqa narsalarga o'xshash, lekin odatda mushu naslda ko'rilib qoldi, ko'p ko'rildi shundoq demoqchi. Masalan birisi bir yangi uy oldi, uy ya tijorat topmagan, ya kelishmaslikka kelib turgan ahvol bo'lib qoldi. Bir mashina olgan bo'lsa oyga yarashmabdi deydi. Ya yana bir xotin olgan bo'lsa, ma xotinning oyga yarashmadi degan gap amniyatda hayot tajribasida jiq uchraydigan narsa. Shu ayolni olgandan keyin bilan buning ishi oxirida sigil turdi. Sahabenin davrida Tuvays degan bir odam bor. Ash'am min Tuvays degan maqol tamsil. Bu Tuvays Rasululloh vafot bo'lgan kuni tug'ilgan. Hazrat Abu Bakr vafot bo'lgan kuni xatnas qilgan. Hazrat Umar o'ldirilgan kuni to'y qilgan. Ya'ni bu zamanda bu Ash'am min Tuvays deb maqol olib ketgan. Yani şu Talha ibn Ubeydillah'nınki kızı var. Hazret Ayşe binti Talha. Şu bu senette çıktı. Ayşe binti Talha. Bu şu çağdaki tabi'in içinde dağındar ayak. Bunun nurgun kısımları hatta yalgaya bu da kısmını toku etken. Bu tekken erlan bulduken şehit kılınıp gidiyor. Yana mağın tesir yaptı. Yana mağın tesir. Şuna sahabe ve tabi'nin arasında kim şehit olaydıysa Ayşe'nin ağası dediğini yaptı. Hatta kim özü Ayşe binti Talha ki Hazreti Ali alay degan çağda men ensireymas, men ammaslar yani şehit olup gittiler. Ya, bunlar gap qilgan bo'lishi mumkin. Endi u şehit olsa u shunlik bo'lmaydi. Ammo o'ltirilish nimasi bo'lgan ekan. Lekin o'quvchildi bormi? Masalan bir xotinni olgan bilan bu o'qishdimi chekinadi, adamgarchilikdimi chekin dunyodan yo'qlab ketadi. Aramizda necha odam bo'ldi bunda. Shuna yani aqiqa muhitton, yaqiqa muhitton. Dikkat qilinglar. أخبرنا عبد الله بن دينار قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالسوق عند دار خالد بن عقبة فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس معه أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه. Biz üç şeyle bulak oldu. İşkelen nakbi paranlaşmakçı. Feda Abdullah rajulan akhar. Dördüncü bir şahsın mekayesler edip çağırdı. Hatta kunna erba. Biz dört boğan deyken faqala li ve lirracul-lezî da'a. Çağırılan kişiden bana siz işkanı iyiydi. Fransız tuturanlar. İyidirek tuturanlar. İstâkhira şey'en. Sen nerrak tuturanlar. Der fe inni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul la yetenâce ethnâni dûne ahad. Resulullah min dediken. أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. رسول الله مش برتبش مقنا قيغان. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي. Şu çöl bayağı Allah'ınki derestlerini bildi atılı duruptu. Bu mükellef. Ve vaka fi nefsi enneha nakhla. Minkum şu xorma daraxi deb kelgandi. Fastahiyat. Lekin cho'ng sabili bo'lgan ekan men kichik bir bola o'shada men oldi pastlik qilishdan oyoq qoldim. Faqalu haddithna ya Rasululloh ma hiya. Rasululloh o'zlari bir deb qasda shahrimizni ba'da o'qigandan keyin qala an-nakhla. قال عبد الله فحدثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي من ذلك فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن
yakuna li kada va kada. Sen şunu şu çağda divetken bolsam men üçün bek suyumlikte demiş. Çünkü men zirek oğlum ba dep faxrlanayetdim sağlığın aldı da. Resulullah koygan tepişmakta mı? Oğlum tapkan buldu. Bu Araplerde aşında adet var. Atam keldirgen onda Cahil Umar ibn Hattab. Ataydı aşkı. Mesela Hazreti Ayşe'nin ne çıktı? Abu Bakır dedi o hadisi de. Bu hadisi cık çıktı. Amir keldi dedi. Abdullah ibn Amir. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها. İsim bilen musammaninki oturda bir xil reşti bağlığının delili var. Biz isim koyuşunda dedik o isim bilen oturda bir münasebet vardı. Muşumu şundan غفار غفر الله لها. غفار gufran manası bolğan ki muşun ismida. Allah onların burun tiğan bulantalan qaraqçılığını Allah keçiretken. Bu Abu Zerr el-Gıfari'nin kabilesi olab, ağacını tosab bulaydıqalı etdi, uğru etdi bular. Allah bunun işlerini keçiretken deb dua qildi. Ve bu Eslam kabilesi mi? İslamiyetke urushsiz kirgenler. Salamallah. Allah Teala urush açmagay, Allah Teala tezlik ata qilgay. Ve Usayya asatillah ve Resulah. Usayya şu Bani Lahyan, Ri'an, Zekwan kabileleri bilen billah Be'er Ma'una'da 70 qarini qirvetkellerinin cümlesinden boğaçta ismi cismi layık Usayya asatullah ve Resulah. Asi. Allah ve Resulü'ne senkerlik qilgan asilardır. أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. Resulullah'ın kemal şefakası boğaçta şu sahabeler için takımı kutulap şunu kıtık koyduk. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر. Hicr diyen bu Ashab-ül Hicr diyen Samud kavmi. Yani Salih Aleyhisselam'ın tügüsünü ötüretken kavm yaşaydığı şehir. Bu Medine'den şu Yordaniya etrafı şu aralıkında bulgan buluşmuş. Yani kavmi Salih. Bu şehirden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazetiga atlangan çağda ötken. Şu çağda digen sahabeler tadkhulu ala haulal qawmi al-mu'addabin. Allah Taala'nın azaplışı düçer bolgan, halaqılgan aş kavmlarını taşı kirmanlar. Aş xarabalık işi kirmanlar. İlla en tekunu bakin. Tatlan jigilgan halat kirsan mayla. Fa illam tekunu bakin fala tadkhulu alayhim. Jigilgan halat kirsanlar tatlan kirmanlar. Ey yusibakum mithla ma asabakum. Çünkü onda jigilmagan halat kirip qalsanlar belki aşunun beşiğe kelgen azap sizin beşiğinizden kep qilishi mumkin. Yoki şu azap sizin aloqada o'tishi mumkin. Çünkü şu urun ajda xatarlik urun. Muzdalifadan Minaga berishda ma'lum bir joyga kelgan chog'da etini tiziltdi dedi-ku. Nima uchun Ashab-ul Fil Tayran va bilan bombardimon qilgan joy dedi. Yoki burungi Bani Isroildan desa, o'shada bir chadaqishlik qo'yganlikdan osmonda azab tushgan joy degan. Shuni azab tushgan joy bo'lg'achqa Rasululloh bu yerdan tiz o'tib ketadi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي محيريز قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة المعلومة المعروفة أن ترى الرجل يدخل البيت لا يشك من رآه أنه يدخله للسوق. Kıyamet Allah'ın ömürse bir kişi bir öyge kirip kesse bu adamın şu kirip çatak ışkıldağılığı emmege malum inip. Ya oğulu kılıştırdı ya zina kılıştırdı. Bu adamın kirgelikini kögelenmez biladaşını. Fakat lan gayrı annal cudura tuvari. Fakat lan onun yaman kıga işini öyünün tamları yögep durdu, tosap durdu. Yani bu bir kalanda mücahara, zina ve serika yamanıp gidiyordu demek. Akhbarani Malikun akhbarana ammi Ebu Suheyl'in kâle semi'tu abi. Bunu İmam Malik tağısı Ebu Suheyl'den, ondan tağısı İmam Malik'in çoğun dadısı Malik İbn Abi Amir'den rivayet ediyor. أبي يعني مالك بن أبي عامر الأصبحي يقول ما أعرف شيئا مما كان الناس عليه إلا النداء بالصلاة. الناس مشان صحابة كرامنا. صحابة كرامنا دور ده. كل وقت إشلادن hazır işler şuna karşın müşün namazga azan to'lashi aynan qapto ağaçtan mesela o'zgarib qapto deydi. Yani müşazir nega delil oldu? İmam Malik'nin Maliki mezhebde alayda göz görüngen bir prensip var.
amali ahlul Madina. Bunu bir delil sifatida o'tirib qo'ydi. İmam Malikning shu daliliga qarta raddiya bo'lgan gapmi? Amali ahlul Madina o'zgarib ketgan. Qanday dalil bo'ldi? Hatta Sayyid Sulab qolsa val amalu bi khilafihi deb İmam Malik uni tasdiq qilgan Madina aholisi qilayotgan qashni va xatarlik ahol. Akhbarani Malikun akhbarani mukhbirun. Bu mukhbir hozir noma'lum. Lekin endi shu kitobdagi shu turli boshqalar ismini atamagan bunda munqata kelgan hadislardan eng yomondan to'tadi. Shu to'tni Ibn Salah va boshqalar mursallikni munqataligini yo'qdir. Ajravin atab joyin tepib rivoyat qilgan. Shu to'tning biri. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala inni unassa li asunna. Men ba'zi narsani unuttirman. Nima uchun desa, yangi bir hukmni belgilash, yangi bir ko'rsatmani o'tirib qo'yish uchun unutib ketgan ahvol bo'ldi. Akhbarana Malikun akhbarana Ibn Shihab an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlayhi 'ala al-ukhra. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda o'ng'is etib, ikki putini mengashtirib ketdi. Degan bu haqda kelgan cheklamalar bor. Nahiylar bor, lekin nahiylar sahih emas. Mushisa. Akhbarana Malikun akhbarana Ibn Shihab anna Umar ibn Khattab wa Uthman ibn Affan radhiyallohu anhuma kana yaf'alani dhalik. Lekin bu ikki xalifsimi shunda qildi ekan. Yana undan boshqa Ibn Mas'ud, Ibn Umar va Anas radhiyallohu anhu, Usama radhiyallohu anhulardan kelgan. Lekin bu joiz. Bizning diyorimizga bak to'silg'i bunda ishlar. قال محمد رحمه الله لا نرى بهذا بأسا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال قيل لعائشة رضي الله عنها لو دفنت معهم. أنا حضرت عائشة غاية وقتها حضرت عائشة سيزمو وش رسول الله أبو بكر وعمر لا ولن بالله شو زرغة دفن قلن بوسنز شو وسيط قلن بوسنز يخشوت. قالت إني إذن لا أنا المبتدئة بعملي. حضرت عائشة من جوابا undaqda men bütün amallarımni bekor qilib o'tib, yenidan amal qilishga boshlagandek bo'lib qolaman. Yani xuddi hozir burun ishlarim bekor bo'lib ketdi, burun amallarim bekor bo'lib ketdi, agar bunday qilsam degandek bir mazmun bor. Balki bu unda o'zining o'rnini Hazrat Umarga o'tib bergan bo'lsa, keyin uni yeni oldigandek bir ishni qilsa, burunqi amallarim bekor bo'lib ketdi demoqchi bo'lsin. Şeylerden katlanan öncelikken de Patmaydı. Şeyden de artık patmaydı. Şu Hazreti Ömer sizin ordunuzda manbasınız der. Hazreti Ömer oğlunu evatip icazet sorgan. Hazreti Ayşe onu icazet vergen. Akhbarana Malikun qala salamatu Umar ibn Abdullah ma şe'nu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lem yudfen ma'ahum. Hazreti Osman için Resulullah Abu Bakr ve Umar bilan billah dafn qilmadi aşaga degan chaqda fasakata thumma a'ada alayhi ikkinchi qadam qayt so'gan chaqda faqala inna an-nas kanu yawmaydin mutashagilin. Bu chaqda to'planchilar sankarlar fasad musulmonlar o'tirda urushlar ketishdan ansirgan dakkilik sarasında ular kallasi boshqa ishlardan mashg'ulda uni mayga dafn qildi ya dafnda o'ylashga uni yo'qdi ahvol yo'qdi. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقي شر الثاني ولج الجنة. Kim ki müşriklerin zenkleşikten saklansa cennet kirgay. Faada derke 3 مرات. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez tekrarladı. Men yuqiya şerra ithnaini velij el-cenneh ma beyne lahyayhi ve ma beyne rijlayhi. Lahy degan inak yoki o'sha qo'z ustixona deymiz. İki inekinin o'ttirdagi yani tilining nimashi? Tilining zenkleşikten ve ma beyne rijlayhi yani farjining zenkleşikten saklansa cennet kirdi demek. Yani birazda ayna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi desa takallat ummuk ve yukibbun nas ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. أخبرنا مالك قال بلغني أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. Yani İmam Malik İsa Aleyhisselam'ın sözlerinden belki bu ehl kitaptan anlayan sözler buluşu mümkün. Ehl kitaptan sözleri olsa la nusaddiq ve la nukezzib. Hada koyumuz var mı? Eğer İslamiyet'te şu mezmunu tasdiklaydigan birinin olsa aşı İsa etmeydi.
Eğer onda taslayda ya ak ya köp deydigan bir bo'lmasa, anlap ha deb qo'yamiz. Endi ma'noda balki İslamiyatda bunu taslaydigan mazmunga kelgan bo'lg'achqa İmam Malik buni bunday naql qildi. İsa ibn Maryam alayhissalom shunda deydi: "La tukthirul kalama bi g'ayri zikrillah." Allah zikr qilishdan boshqacha gap so'zni jiq demanglar. Ehtiyoj qarab shunchalik danglar. Fataqsu qulubukum. Eğer onda jiq qilib qolsanglar, dillaringlar qarab ketadi, bag'rida ketsa. Fa innal qalbal qasiya ba'idun anillahi ta'ala walakin la ta'lamun. Allah Teala'nın icra kuludur. Lekin Allah Teala'nın icra olganlığını siz bilmeysizler. Biliyorlar. Ve la tanzuru fi zunubin nasi ka'annakum arbab. Halayıqның qıpsağın günahlarga xuddi özüňni Parvardigardek tutup bunda qaramanglar, takavurlarcha. Özüňni bak pak sanap, başqalarını günahkar dep. Vanzuru fiha ka'annakum abid. Özüňni bir banda körep turup, ondan qaranglar, bandilik gözü bilen qaranglar. Fa innaman nasu kişiler ikkidan biri buludu. Ya mubtalan günahlı bilen sınalgan kişiler, günahlı mubtala bolganlar ve muafan. Yoki günah qilmay saq-salomat saqlanib qolganlar. Tarhamu ahlal bila. Undan keyin sizlar günah qilgan, günahga mubtala bo'lgan kishilarga rahim shafqat qilinglar. Vahmidullaha alal afiya. O'zingizga günahdan saqlanib qolganliging uchun, Alloh taolo saqlab qolganlik uchun Alloh taologa hamd aytinglar. أخبرنا مالك حدثني سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب برباچة عذابتم برباچة يمنع أحدكم نومه وطعامه يعني السفر سنة her birinlarının uykusunu, taam, şarabını, vaxtı tamak yemaydı, xalğan tamak yemaydı, işemaydı, onda tosab koydu. فَاِنْ قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ Şu seferden maksada olan çağda, ayet ravat olan çağda min vecihi, min maksudihi fel ya'cel ila ehli. Ailesine kayıtışka aldırırsın. أخبرنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو علمت أن أحدا أقوى على هذا الأمر مني هذا الأمر الخلافة خليفلك مش الشغا مش مسؤوليتك من ضمن بكرك مزبوطراق من ضمن بكرك برداشت قرارلغان كüşlük birisini bildiğim bolsam onda adam yok. Lekin anda birisini bildiğim bo'lib qolsam lakana uqaddama fayudraba unuqi ahwana alayya. Mening kallamdan ilinib ketishi mana bu mas'uliyatni tutganda yengilroq tuyuladi. Yani bu mas'uliyatning og'irligini his qilishdan iborat. Faman waliya hada al-amr ba'di mendan keyin mushishga mas'ul bo'lgan kishi, xalifa bo'lgan kishi falyalam bilib qolsinki, an sayudduhu anhu al-qarib wal-ba'id. Xalifalik ishidan yaqin kishimi, jiroq kishimi tezdirishga tirishadi, yani tashlatqizishga tirishadi. Yani shuni talishadi degan ma'no. Va aymulloh in kuntu la uqatilu an-nas an nafsi. Allohdan qasamki, men mush xalifa bo'lgan chaqda ummatni men o'zim uchun buni tanlab tama qilib qilmasammi, shunda turug'liq yana kishilar mendan shunda xalifalikni talish uchun harakat qiladi. Ve ben xalifalikni tutib turish uchun men urush qilishga majbur bo'lgandek bunday holatda tas turibman. Bunda oson emas demoqchi. أخبرني مخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان الناس ورقا لا شوك فيه. Burun kişiler tikensiz gazandek şunda yaxşıktı. Bunlar hamra olsan sana ziyniyet mi etti? Ve humul yevme hazır bugün günde yani şu Abu Darda radıyallahu anh'ın şu zamanda, sahabının zamanında mandatı, tabi'inin zamanında hazır mandat olup kaldı demek. Bugün günde kişiler gazan yok, tikenle olup kaldı. Yani ularla arılaşsan, muamele kıysan, neşteri sancıldığın olup kaldı. Yani bugün günde kanda olup gittin Allah'a alam. İn teraktahum lem yetruku. Sen ularla karınmak oldu. Ularla aramını koysan, seni aramını koymaydı. Şimdi koçulap, tekşürüp andın sana azavriş getirişidir. Ve in naqattahum naqaduke. Ularga haq sözünü qilib tanqid verib qalsan, haq olsun, naq olsun, qalaymakan tagincha seni tanqidlaydi. أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان إبراهيم
awwalan nasi dayyafad dayf. İbrahim Aleyhisselam nurgun işlarda birinci olab qilgan zatdi. Dastlab qilib mehmon kutgan kishi ekan. Mehmon do'sti shunama. O'zi tamoq yemoqchi bo'lsa, cho'qim bir odamni chaqirib ko'klab aytdi. Yolg'iz tamoq yemoqchi. Hatta mehmon kelib qolsa, mo'zaydin bizni so'yib kelgan bo'lsin. Odatda bunda bir non pan, nonlardan g'achchida mo'zay kali so'yilgan musibat. Va awwalan nas ixtatan dastlab qilib xatna qilingan kishi edi. Ixtatana biqadum debpa. Biqadum degan bir joyning ismi deyildi yoki xaratniki cho'ti. Yog'ochchining kayksi degandek bir narsa 80 yoshga kirgan chog'da xatna qildigan. Va awwalan nas qassa sharibahu dastlab qilib burtini qisqartgan, burtini kesgan kishi. Shuna 50 min sunanul fitra deymiz-ku. Qassa sharib. Va awwalan nas ra'a ash-shayb dastlab qilib chasaqida oq kirgan kishi. Qala ya Rabbi ma hada? Ey Rabbim, bu nima ish bu degan chog'da faqalallohu azza va jallahu va qarun ya Ibrohim. Ibrohim bu salofat deymiz buni. Qala ya Rabbi zidni va qara. Taxmin salofat qilgaylar debdi. Bundan boshqamda İbrahim Aleyhisselam'ninki dastlab qilgan ishi, dastlab qilib ishdan tambal kelgan kishi, dastlab qilib chasaqim bo'ygan kishi, dastlab qilib munbarda xususizgan kishi, dastlab qilib quchoqlashib ko'rishgan kishi, dastlab qilib Alloh yo'lida jihad qilgan kishi deb shunda avoillari bir ko'p. Dastlab qilib masalan qo'yni qurbonlik qilgan kishi, undan boshqa shunda ularga أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى يهبط من ثنية هرشا ماشيا عليه ثوب أسود. رسول الله صلى الله عليه وسلم من Musa'nın şu Harsha tüpülikidan şunda tushib qora kiyim bilan ajlik minayotganligini ko'rganda qilmayman dedi. Kanni dedi. Ana shu kanni dedi ulamolar qilablashgan. Bu haqiqiy ko'rgan ahvol bo'lishi mumkin. Chunki payg'ambarlar Allohning huzurida hayot bo'lgan ekan, ko'payib qildigan ishlari bo'lishi mumkin. Rasululloh haqiqiy ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu bir qarash. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlarning burunqi ahvollari bunda bir xil ko'rsatilgan. Burunqimizning o'xshab ko'rsatilgan. Bunda ashula bunda aytgan degan tartib. Masalan, ba'zilarda Isa alayhisalomning birisining qo'ltig'idan tutib, yuzlaridan majandek tarif ya shu oqqan holatda ajmanligini ko'rdim, mulabbiyalik ko'rdim degandek bor. Yunus ibn Mattaning muannisi bormi shu. Tani tarishadin tushganlikni ko'rdim. Uchinchi qarash to'g'risi yoki jallati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni tushida ko'rgan. Tushida shu payg'ambarlarning azmangan faoliyat sharkatlari ko'rsatilgan. Shuni demoqchidir. Yani aşulahuma hec farzda degan mazmun bor. أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين. بحرين جازق بحرين بولش ممكن لكن بصرның qishki, Ko'faning qishki, Kuvaytdagi joyda bo'lishi mumkin. Shu joydan bir yani bo'lib berib, ya bermoqchi ekan. Ansarlar biri desa faqalu la vallahi illa an tuqta li ikhwanina min Quraysh mislaha. Qurayshning bo'lgan muhojir qarindoshlarimiz bilan o'xshash muomala qilinsa, ulug'un ba'slar bizning ba'slar bo'lmasa, u qarindoshlarimizni qo'yib bizga bir ishni qilmaslar degan. Marratayn aw thalathan. Faqala innakum satarawna ba'di athratan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam balki bunun nurg'un fidokorliklar var. Masalan, shu Hunayn g'azotida muallafat qulubuhum va Qurayshliklarga yüz berib pulni hech kim bermay qo'yib qo'ydi-ku. Ba'zi kishiklari sal nadorlik qilib ba'ziga tushunib qilgan chog'da hamma ilan mol dunyo o'tkazsa, Rasulullohni o'tkazishga rozi bo'lmaysizlar deb ularning ko'nglini olgan. Bu ansarlar endi fidokorlikdir. Bu bir narsa beray degan chog'da bular muhojirlarning ba'zi Allah deb bunda fidokorlik qildi. Lekin albatta muhojirlar keyincha bularga unda tang va hamma narsada tang muomala qilmaydiganligini Rasululloh bildirdi. Shunga mendan keyin qolsa bularga Qurayshdan chiqqan xalifalar undan o'tmaydi. Men bularga bir alohida bir iltifot ko'rsatay deb undan o'qigan bo'lsin. Bunda da tutuğan diken, bek ahkomanlık bilen, bek qarindoshlarcha fidokorlik bilan gap qilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan keyin qolsanlar shaxsiyatchilikka duchor bo'lasizlar. Qurayshliklar sizni chetga qo'yib qo'ydi. Mansab, masalan, qozilik, shunda emirlik ishlarda. Shunga fasbiru hatta talquni. Shunga sizlar men bilan Abu Kavsar bo'yida uchrashgan qadar chidab sabr qilinglar.
أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية بخاري ذكر بعض روايات إنما الأعمال بالنيات بعض روايات العمل بالنية ماذا إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ممكن صواب البته şu niyetki bağlılık. Lekin qabul niyetki bağlılık mı? Yani bir narsaniki to'g'ri bo'lishi bo'lmasdi, uni ixtilof bor. Lekin savobi cho'qim niyetga bog'liq. Hatto biz masalan ba'zi hadislarda ko'rdik, hayvonlarning ishlari niyetga bog'liq ekan. Lekin hadis chiqdi, hayvonlarning ishlari niyetga bog'liq ekan. Yani bu hadis faqat Hazreti Umar bilan Rasulullohdan rivoyat qilingan. Hazreti Umardan faqat Alqamadan rivoyat qilgan. Alqamadan Muhammad ibn İbrahim bilan rivoyat qilgan, boshqadan rivoyat qilmagan. Muhammad ibn İbrahimdan Yahya ibn Sa'id bilan rivoyat qilgan. Mushun kelgan qadar har bir tabaqada birdan ravi bor. Yahya ibn Sa'iddan İmam Malik va boshqa bir avzadan rivoyat. Ahad arkanul Islam deymiz. Lekin shu bir ravi bilan unda kelgan hadis. Babul fa'rati taqafu samn. Chashqan, quyuq سرقمي وشقاسة قنقلماز أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن مش هذا قيق راقنا قيق سرقمي دمج فمات قال خذوها وتشقنا إلى الله وما حولها من أطراف ذيك سرقمي دم ويب إلى الله من السمن تطرحه ونتشقنا الله لكن قد طاغنا يعني لا دمج مش أسوغن شيء ميمونة رضي الله عنها قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ إن كان السمن جامدا أخذت الفأرة وما حولها من السمن فرمي به وأكل ما سوى ذلك يقول قادسك أساسا وإن كان دائما أجر سيوق للقاسشو ماي عشان أسال شربة دينك أصلا لم يؤكل منه شيئا من تكتمز واستصبح به أجر ما يولد قاسا جنسرقة ما يطلب إشتسك كله وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا يا كم دين بعض كم تأثير الناس ما يلاشك إشتسك كله باب دباغ الميتة يعني دباغ جلد الميتة دمكتشي أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن وعلى المصري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإرهاب فقد طهر ترى أصلا مغن ترى أصلا سا فاكلة كتدور شيء إرهاب ديجان مش هذا أصلا مغن ترى ونسجى الإسلام بلن كالغول bu hem terenin öz içi alıdı. Bu şey ibarenin özü. Başka bir delil arkalı, çoşka, ya işte bundan nasıl istisna kılırsak, bunun başka delil arkalı istisna olgan bulur. Lakin bu şey levzazır umum. أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. Üzüle qalan hayvanınki terisinden faydalanışqı buyurğan. Aşlab faydalanışı buldu diyen. Akbara Malikun akbaran bu şehabin an Ubeydullah ibn Abdullah qala marra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şatin kana a'taha mawlatan li Maymunata. Zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Maymuna'nın azatkarisinden birisiga Rasulullah bergen degan ma'noda yani. Rasulullah bir qo'yni Maymuna radhiyallohu anhaning azatkarisi shu bir ayolga berib ekan. Sahih Muslimda tusuddiqa biha ala mawlatin Maymuna sadaqa berilgan. Zawj Nabi sallallohu alayhi vasallam maytan. Bu qo'y o'lib qolibdi. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam hal tafa'tum bi jildiha. Tirisin foydalansam bunda قالوا يا رسول الله إنها ميتة وزول قاغان بغزلغان ماش قال إنما حرم أكلها وشني شرم قلنا لكن ترسنا شلتي شرم قلنغان ماشي قال محمد وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وزول قاغان يبنك ترسي أشلت قاسا حاكولا كدو وهو ذكاته خد بغزلغان دك بلدو ولا بأس بالانتفاع به إشتسه ميلة ولا بأس ببيعه تسمى له ممكن تسمى له وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه الكلب والخنزير درب الاستثناء فيهم إمام أبو حنيفة الخنزير درب الاستثناء فيهم داود الظاهري مثلا إمام شوكاني بل إمام ابن تيمية خطر لقلا إمام أبو شنكاغن bir qarashini shunda bular qanday terroz ashlansalam haqiqiy bo'ladi degan qarashni. Mana bu endi ixtilof bo'lgan masala.
Ba'zilar go'shi yildigan hayvonning terisi bo'lsa, bo'ladi degan qarashimiz. Babu kasbil hajjam. Xon oldigan kishi og'in ishaqqining xabis, maynat yoki harom deganda shunda bir mazmunda, makruh deganda mazmunda ba'zi tisligan bo'g'ishqa, ba'zi shuni oydin anglashtirmoqchi. Akhbarana Malikun haddathan Humaydun at-Tabil an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala hajama Abu Taybata Rasululloh sallallohu alayhi wasallam fa'atahu sa'an min tamrin wa amara ahlahu an yukhaffifu min kharajihi. Shartiga bir sa' qo'mo beribdi va xo'jayinlarga qarata bir iltimos qilib, buning kundilik topshiradigan bezini yengillatib qo'yinglar deb tablaq qildi. Yani shuna kasb qildiganlar Abu Lu'lu'ni Hazrat Umar xarajini yengillatib qo'yish gap qilmoqchi edi, o'tiribdi. Yani kunda sen shu ovqat qilib, men kunda 10 tangadan pul olib bersan, bo'ldi deb uni qo'yotgan pullar bor. قال محمد وبهذا نقول لا بأس بأن يعطي الحجام أجرا على حجامته وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. الجمهور مو شق بأس شق من خير على الله ستقيوقه. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن النمر رضي الله عنه قال المملوك وماله لسيده. قل وأنهم تطمل شو خجاين من بلده لا يصلح للمملوك أن ينفق من ماله شيئا وقل يزدن قلك مملوك اسمه بغير إذن سيده. Onda sarf qilsa bo'lmaydi. Illa an yakula aw yaktasiya aw yunfiqa bil ma'ruf. Faqat o'zini yemak-ichmak, kiyim-kechga va boshqa zarur bo'lgan ishlarda sarf qilsa bo'ladi. Qal Muhammad rahimahulloh bi hada naqlu wa qawla Abi Hanifa rahimahulloh illa annahu yurakhasu lahu fi at-ta'am alladhi yuwakkalu ay yut'ama minhu. Vakil qilinib qo'lga topshirilgan tomoq bo'lsa yoki o'zining yeyish uchun berilgan tomoq bo'lsa, boshqalarga tomoq berishga ruxsat qilinmaydi. Qo'lga topshirilgan o'zi edan tomoqni boshqalarga bas bo'ldi. Kaslar bilayli, dastan kaslar deb boshqani taklif qilish bo'ldi. Va fi ariyat ad-dabbati wa nahmiha. Minidgan ot narsa bo'lsa, birisiga ariyat berib tura oladi. Shuni salaytib bo'lmas. Ve şuna o'xshash ba'zi ishlarda berib turadigan insonchilik ishlarda mayli. Fa amma hibatu dirhamin aw dinar aw kiswatu thawbin fala. Lekin pul berib o'tish, kiyim-kechak berib o'tishni qilinmaydi. Va qo'l Abi Hanifa rahimahulloh. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كانت لعمر بن الخطاب 9 صحاف يبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات bo'lgan chaqda 9 ayolni qoldirib ketgan bo'lg'achqa Xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu 9 ayolga tamoq evatdigan 9 basni taqsimotdi, ya'ni 9 dastakni asbatdi. İda kanatul turfa ko'ngli ochilgan, alayhi so'g'at qilishga arziydigan, masalan tunu ko'pi, kalla paqalchoq yoki taqtirma yoki alayhi bir yoki nechchi bo'lsa, avul qasm yoki bir qo'y kala o'tirib uni ham talash qilgan bo'lsa, shuni taqsim qilgan ahvol bo'lsa, shuni dastan qilib evatilgan unda tasvirlatdi. Va kana yab'athu bi akhirihinna suhbatan ila Hafsa. Hafsaga evatishni eng oxiri kechiktirib qo'ydi. Oxirgi taqsini qizi Hafsaga evatibdi. Fa kana qillatun aw nuqsanun kana biha. Kam qoldigan yetishmay qolgan ish bo'lib qolsa, qizining taqsiga yetishmay qolsa mayli deydi. Chunki qizi xafamaydi deb so'ragan ekan. Boshqalar ranjib qilishi mumkin. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول وقعت الفتنة يعني فتنة عثمان رضي الله عنه فلم يبقى من أهل بدر أحد. Hayatidagi shu isyon to'plan yuz berib, musulmonlar o'tirib fitna bo'lgan chog'da, shuningdek yillam Badr g'azotida qatnashganlardan hech kim qolmadi. Bundan keyin Harra voqealigi bo'lgan chog'da bu 63-yili Yazid ibn Muaviya voqealigi Madinani qirg'in qilib o'tgan ahvollar bor. Falam yabqa min ashabil Hudaybiyah ahad. Ya'ni shu Madinaliklar Yazidlar urushib, keyin yangilik qilib Yazid qatlam qilgandek ahvollar bor. Shu chog'da Hudaybiyaga qatnashgan al-mubayyi'una tahta ash-shajara shu sahobalardan hech kim qolmadi. Fa in waqat al-thalitha lam yabqa bin-nas tabaqun. 3-chi bir fitna bo'lib qolsa, kishilarning aqli o'shimi qolmaydi. تباقنا أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم
والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على مال زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Bundan keyin bizning mas'ul bo'lib hozir o'qimay qolgandan birdan hadis o'qitaylik. O'sha hadisni joyida turib o'qisamiz. هذه şu kıyamet günü ahdi paymanını buzup ahdisi tutmaydigan kişiga bir tuğ tiklindi, bir alam tiklindi ekan. Alam tiklinib, ma'ruf falanninki xiyonati deyildi ekan. Kim kelsin o'qisa? Atlar peshonasiga ta qiyomat qadar yaxshilik kutilgan. At jihad quroli. Nolki mushadisdan nima chiqdi? Ta qiyomat kuni qadar mu'minlar ham bo'lgan dunyoda jihad davomlashadi. Al jihadu madin ila yawmil qiyamah. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رآه يقول قائما قال محمد لا بأس بذلك البول جالسا افضل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه رآه يعني ان ابن دينار رأى ابن عمر رضي الله عنه يبول قائما örtürüp pişiklerlik kıyalığını köygen. قال محمد لا بأس بذلك meyli örtürüp pişiklerlik kısım meyli vel bavlu jalisan afdal. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hatta sebatata qavmin kabala qa'iman degan zat Huzayfa rivoyat qilgan hadisi bor. Ba'zi ulamolar buni zurriyat olib qolsa, endiki qismi, lekin endi shunday qilsa joizlikni ko'rsatish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'rif qilgan demoqchi. O'qislar, o'rtirib o'qislar. İmam Malik senin şagirdi mi ya? Akhbarna. Maqlamanda o'qidi, akhbarna. Yani biz İmam Malik'e de so'zlab qoldi o'qidi. İmam Malik'ten gün otunuz İmam Malik'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Daruni ma taraktukum" degan. Ortiqcha to'xtalmay, mushu haqda gap qilmoqchi bo'lsam, ko'chlab gaplashmay, meni jim qo'yib qo'yinglar. Ko'chlab so'ravamanglar. Lekin bu nimaga dalil bo'ldi? Al-aslu fil ashya al-ibaha degan nuqtaga dalil bo'lishi mumkin. Fa innama halaka man kana qablakum. Sizlarda ilgarilarning halak bo'lishi faqatlam ularninki bi su'alin, to'liq savol so'rag'anligi va ixtilafihim ala anbiya'ihim. Peygamberlerin aldıda to'liq ixtiloflashib, gapni anglamaganligidan bo'lgan. Xuddi masalan qissatul Baqara va yana qissati Sabtma Baytul Maqdis kirish vaqaligi. Inna fiha qawman jabbarin. Bunun başqanda arinalloha jahratan deb turgan. Endi ishlar bo'lg'achqa shu sababdan halok bo'lib ketgan. Fama nahaytukum anhu fajtanibu. Men to'sqan narsa bo'lsa, qilmanglar. To'smay, gap qilmay qo'yib qo'ygan narsa bo'lsa, bu bak ko'rsa uni qisam hech gap qilmaydi demoqchi. Ba'zan bidat deb qaralgan narsalar mundaroq doiraga narsa bor. Fama nahaytukum anhu fajtanibu. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum degan rivoyat bormi? O'qisamiz. Akhbarana Malikun. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ابن أبي قحافة نزعة ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم قام عمر بن الخطاب فاستحال ضربا فلم أرى عبقريا من الناس ينزعوا نزعهم حتى ضرب الناس بعقل. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة bu Abu Hurayradan kelgan asahhal asanid. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda degan. Ra'aytu yani bunda ko'rdim. Ibn Abi Quhafa yani Abu Bakr radhiyallohu anhuni ko'rdim. Naza'a zanuban aw zanubayn. Zanub degan quruq chelakni deymiz. Bir chelak ya ikki chelak suv tortdi quduqdan.
ve fi nez'ihi da'fun. Ebu Bekir'in sultası acizlik var, tesirek tatkandık. Yani bu Hazreti Ebu Bekir'in zamanındaki murtadlarının topalanları, kezzaplarının isyankarlıkları aslında hatırlayacağımlık bulmagan ve İslam hakimiyeti resmi mukumdülük etmeyen ahvalını gösterişi mümkün. Vallahu yagfiru lahu. Allah onun işlerini mağfiret kılgay. Yani o koldan kelsiz kıldı. Lekin şeriat elinde bulup kaldı. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا. Bundan Hazreti Ömer şunu tahtaya edip şundan yukarı çağda bunda çilek bahçede da yukarı çilek ayınıp kaldı. Ve karton filminde çıktı o şarttı da. Yani düştügenler daha buldandı. Garban degan yoğun bir çilek, bağdan çilekka aylandı. Falam ara abqariyan minen nasi yanzi'u naz'ahu. Men uningdek şu tatılgan küçtüngül palvanını görüp bakmagan. Abqari degan küçtüngül palvan degan ma'no. Lekin hozir ham bunda talantliq, istidod egisimi abqari deymiz. Alayda aql. Hatta daraban nasa bi atan. Su tatib yo'g'on çilekildi, su tatib su ichkili kelgan mollarini sug'og'ili kelgan hamma kishilarni sug'urib, hammasini suv bo'yida haram oldirib dedi. Atan degandan dudoq ma'atinal ibil bu suv bo'yiga suv ichkili kildi. Tugida. Suvni bir ichib bo'lgandan keyin mayang chiqib birdan ketib, ondan yana bir ikkinchi qatdan bir ichib ketishi mumkin. Ash orliqda aram oldigan joyini atan deymiz. Yoki ma'atin. Bu ig'lamasa, suv bo'yiga aram oldigan joylar. Hamma kishilarning tugullarini aram oldiryapti, hamma sug'uryapti degan. Yani şu çağdaki Hazreti Ömer'in zamanındaki İslam hakimiyetinin müstahkamligi, futuhatning ko'p bo'lganligi va adolatning barpo bo'lganligidan kishilarning aramida yashaganligidan, xotirjamligidan darak berdi. Yani biz kitap tafsir qildik. Kitap tafsirini inshaalloh juma kuni ma'rik qilsa, shu kuni kitobni ixtitom qilib o'qib nikedim. İcazat taqtilgan va kitobning o'sha oxirini xitam qilgan o'qsak. Yoki bir necha hadis qoldirib qo'ysak bo'ldi. Balki agar iltifotli qilib qamoqdan bo'lsak, duo tilovat qilib kitobni tugatgan munosabatda ijozat taqtilgan ishni qilib ma'rifa o'tkazsak. Lekin bab tafsir qilib qolsin. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.